Shifokor huzuriga bezovtalikdan shikoyat qilgan xasta keldi. Bajarishi zarur bo'lgan dunyo yumushi borligini, lekin ulgurolmayotganligini, ishlar esa kutib turmasligini kuyunib aytdi. Shifokor so'radi: "Bu ishlarni boshqa birov qilolmaydimi? Yoki birortasi yordam bersa-chi?" "Yo'q, ularni faqat o'zim uddalay olaman. Boshqasini eplashiga ko'zim yetmaydi." "Sizga bir retsept beraman", dedi shifokor. "Unga to'liq amal qilsangiz, davo topasiz." Bemor retseptni o'qib hayron qoldi. Unda har kuni 2 soat sayr qilish va haftada yarim kun qabristonda o'tkazish tavsiya etilgan edi. "Sayrni-ku tushundim, lekin qabriston nega kerak?" so'radi shifokordan. "Qabristonga borib, mozorlarga boqing. U yer o'zini hammadan kerakli bilgan odamlar bilan to'la. Siz ham qabrga kirgach, faqat mengina qodirman deb o'ylagan ishlaringizni boshqalar davom ettirishiga amin bo'lasiz." Hikoya qilishlaricha, qadim zamonlarda barcha his-tuyg'ular bir orolga dam olish uchun otlanishibdi. Kutilmagan xabar tarqalibdi. To'fon yaqinlashayotganmish va barchaga orolni tark etish tavsiya qilinibdi. Bu qo'qqis xabar barchani shoshirib qo'yib, hamma qayiqlarga shoshilibdi. Hatto shikastlangan qayiqlar ham tuzatilib ishga solinibdi. Faqat Mehr ketishni istamasmish. Uning hali qiladigan ishlari bor ekan. Osmonda qora bulutlar suza boshlagach, u ham ketish kerakligini tushunib yetibdi. Baxtga qarshi qayiqlarga bo'sh joy yo'q edi. Mehr atrofga ilinj bilan alanglabdi. Shu payt boylik qayiqda o'tib qopti. "Meni qayig'ingizga oling, boylik", deb iltimos qilibdi Mehr. "Yo'q", deya javob berdi boylik. "Qayig'im qimmatbaho narsalar, oltin va kumushga to'la. Senga joy yo'q." Birozdan so'ng manmanlik o'tibdi. Mehr undan ham yordam so'rabdi. "Yo'q, ololmayman. Qayig'im iflos oyoqlaring bilan bulg'anishni istamayman", deb javob qilibdi manmanlik. So'ng afsus o'tibdi. Mehr undan ham madad so'rabdi, lekin ijobiy javob ololmabdi. "Ololmayman, men xafaman, yakka o'zim qolishni istayman", debdi afsus. Keyin quvonch o'tibdi. Mehr yana yordam so'rab murojaat qilibdi. Biroq quvonch shu qadar xursand ekanki, atrofga qarab, birovlarning g'amini yeyolmas ekan. Mehr tobora holdan to'yib, umidsizlikka tusha boshlabdi. Shu on birov uni chaqiribdi. "Kel, Mehr, men seni olib ketaman." Mehr kim bu? Bu qadar oliyjanob kim bo'lishi mumkin, deya hayron bo'lib, qayiqqa sakrab chiqib olibdi va ko'ngli xotirjam tortibdi. Qayiqda o'tirgach, Mehrning ko'zi ilmga tushibdi. U hayratni yashira olmay, qiziqib so'rabdi. "Hech kim meni qayig'iga olishni istamayotgan paytda kim meni mardlik bilan olib ketishga rozi bo'ldi? Ilm, sen bilmaysanmi?" "Umi? Vaqt edi", deb jilmaygancha javob berdi Ilm. "Nega vaqt meni qayig'iga olib, xavfsizligimni bo'yniga oldi?" deb so'radi Mehr. "Chunki vaqt, faqatgina vaqtgina sening boyliging va buyukliging va nimalarga qodirligingni biladi. Faqat mehr, xotirjamlik va quvonch olib keladi", deb tabassum qildi Ilm. Alhosil, farovonlikda mehrni pisand qilmaymiz. Obro'yimiz borida ham mehr haqida unutamiz. Hatto quvonch va g'amda ham mehr yodimizdan ko'tariladi. Faqat vaqt o'tishi bilangina mehrning muhimligini anglab yetamiz. Shunday ekan, nimani kutyapmiz? Zilziladan so'ng bir ayol achchiq ko'z yoshlari bilan shunday dedi. Bir necha soniya ichida uyim, erim va hamma farzandlarimdan ayrildim. Bir soniya ichida, Bungacha ko'p yillar mobaynida o'zimni nimadandir mahrum
yetishmovchilik ichida deb bilardim. Uyimdagi eski narsalarga qarab, hech narsam yo'q deb o'ylardim. Asabiylashardim. Endi tushundim, ammo juda kech. Bilsam, Alloh taoloning rahmatiga cho'milib yurgan ekanman. Hayotni e'zozlang. Alloh taolo ato etgan ne'matlarni qadriga yeting. Farzandlaringizni seving. Doimo shukr qiling. Minnatdor bo'ling. Bir lahzaga bo'lsa ham uyimga qaytish, farzandlarimni bag'riga bosishni istayman. Ammo oilasiz qolish nima ekanligini bilasizmi? Uyingiz endi yo'q ekanligini tushunasizlarmi? Uydagi farovonlik va oilaga ega bo'lish bilan teng keladigan narsa yo'q. Barcha ne'matlar uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Bir hakim zotdan so'rashdi. Inson qanday qilib sabr qilishi mumkin? U shunday javob berdi. Hammasini unutib yuborasiz, keyin sabr qilasiz. Bu eng go'zali. Nimaiki bo'lsa qabul etib, sabr qilasiz. Bu eng to'g'risi. Hammasidan voz kechasiz, keyin sabr qilasiz. Bu eng qiyini. Yana bittasi bor. Barchasini Yaratganning hukmiga havola qilib, keyin sabr qilasiz. Bu esa sabrning eng kattasidir. Ahvoli menikidan ko'ra og'irroq bir kimsa bo'lmasa kerak deb o'ylardim. Chunki boshimdan boshqa barcha a'zolarim falaj edi. Kunlarning birida ustozlarimdan biri "Yur men bilan. Senga sendan ko'ra yomonroq ahvoldagi bir kishini ko'rsataman" dedi. U bilan bordim. Men kabi shol odamni ko'rsatdi. Lekin u mendan ham og'irroq ahvolda edi. Chunki u nafaqat shol, balki gung, soqov ham edi. Tasavvur qiling, umuman qimirlamaydi, eshitmaydi va gapirmaydi. Bu shol odam bilan inson yig'latadigan mudhish bir voqea sodir bo'libdi. Bir kuni ahillari uning oldiga kirsa, uning kiyimi qon ekan. U esa jim yig'lab yotardi. Qarashsa, 2 barmog'i kesilgan. Bilishsaki uning barmoqlarini sichqon yegan. U esa eshitmaydi, harakatlana olmaydi. Birovni yordamga ham chaqira olmaydi. Sichqon kirib bemalol uning barmoqlarini yeb bitiradi. U esa alamdan ko'z yosh to'kib, barmoqlariga tikilgancha yotaveradi. Qalbga taskin bitiklar kitobidan. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana diydor ko'rishguncha.